Kim Alloh taoloning ma'rifatidan va uning kamolidan ulush nasibi olsa, o'zini yonidagi odamlardan oliyroq martabada bo'ladi. Alloh taoloning ism sifatlaridan, Alloh taoloning ma'rifatidan ko'proq nasibi olgan odam boshqalardan ko'ra martabasi balandroq bo'ladi. Astagfirullah. Va ma yulaqqaha illa allazina sabaru va ma yulaqqaha illa zu hazzin azim. Bu narsaga, bu ulush nasibaga faqat sabr toqatli zotlargina erishadilar. Bu narsaga faqat ulug' nasiba egasi erishadi. Demak, hazzun azim, ulug' nasiba deyilyapti. Ana shu nasibadan qancha ko'p bo'lsa, shuncha martabasi ulug' bo'ladi. Vallohu indahu ajrun azim. Alloh taoloning huzurida buyuk ajr bor. Allohni tanigan inson ana shu buyuk ajriga ega bo'laman deydi, xayrli ishlarni qilaveradi. Uni birov bu ishi uchun maqtasa ham qilaveradi, maqtamasa ham qilaveradi. Uni bu qilgan yaxshi ish uchun odamlar minnatdorchilik bildirib mukofotlasa ham qilaveradi, hech kim qadriga yetmasa ham qilaveradi. Chunki u Allohga iymon keltirgan mu'min. Ammo kofirlar bo'lsa, qilgan ishiga mukofot olmasa hech narsa qilmaydi. Allohni tanimagan odam albatta qilgan ishiga mukofot olishligi kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Iza ra'ayta shuhhan muta'an va hawa muttaba'an va dunya mu'saratan va ijabu kulli dira'in bi ra'yihi fa alayka bi nafsika." Agar baxillik g'olib kelayotgan bo'lsa, havoyi nafsga itoat qilinayotgan bo'lsa, dunyo oxiratdan muqaddam qo'yilayotgan bo'lsa va hamma o'zini fikri bilan qanoatlanib qoladigan bo'lsa, o'zing bilan ovora bo'lgin. Ya'ni odamlarni mana shu haqqa chaqirsang, dinni xizmatiga, ummatning xizmatiga da'vat qilsang, e'tibor qilmasa, har kim o'zini nafsi bilan, o'zini foydasi bilan ovora bo'lib qolsa, odamlar amri ma'rufga, nahiy munkarga quloq solmay qo'ysa, unda o'zing bilan ovora bo'laver. Chunki oxir zamonga borganda birodarlar, mana shu baxillik, havoyi nafsga qullik, moddaparastlik, har kim o'zini fikri bilan qanoatlanib qolishligi keng yoyilib ketadigan kasalliklardan bo'ladi. Insonga ato qilingan eng ulug' ne'mat nima? Sog'likmi? Boylikmi? Tinchlikmi? Farzandlarmi? Ha, biz aytib o'tgan bu narsalarni Alloh taolo musulmonga ham, kofirga ham beravergan. Demak, bu narsalar eng ulug' narsalar emas. Inson zotiga bu dunyoda beriladigan eng ulug' narsa bu Alloh taoloning ma'rifati, Alloh taoloni tanish va unga itoatda bo'lish. Tanish va itoatda bo'lishlik. Vallohu indahu ajrun azim. Allohning huzurida buyuk ajr bor. Mana shu o'rinda ozgina mulohaza qilish kerak. Otasi oddiy bir ishchi bo'lgan bola, 6 yoshar bola aytayaptiki, menda ko'p pul bor deyapti. Menda katta pul bor deyapti. Endi mana shu katta pul degan so'zni rivojlangan, taraqqiy topgan katta bir mamlakatni prezidenti aytdi. Iqtisodimizni yana ham rivojlantirgani katta mablag' to'plab qo'ydi dedi. 6 yoshar bola ham aytayapti katta mablag' deb. Katta mamlakatning prezidenti ham aytayapti katta mablag' deb. Qancha farq bor bu ikkala pulning o'rtasida? Haliga yosh bolani ko'zida 500 so'm ham katta pul. 1000 so'm ham katta pul. 5000 so'm ham katta pul. Endi boyaga prezident aytgan katta puli qanaqa pul bo'ladi? Milliardlagan dollar bo'larmikan? Endi Alloh aytayapti. Allohning huzurida buyuk ajr bor deyapti. İnsanlar buyuk ajr deganda bu insonchasiga tasavvur qilinadi, insonlarning tasavvuri bilan o'lchanadi. Endi Alloh taolo aytayotgan bo'lsa-chi? Shuning uchun birodarlar, esimizdan chiqmasin. Bu dunyodagi eng katta berilgan, inson zotiga beriladigan eng katta narsa nima ekan? Allohni tanish va unga itoatda bo'lishlik. Alloh taoloning ism va sifatlarini bilishingiz, uni rahmatidan xabardor bo'lishingiz, halimligini bilishingiz, saxovatini bilishingiz, boyligini, quvvatini bilishingiz. Albatta bu ulug'
ato, ulug' ne'mat. Hal yastavillazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun. Bilgan zotlar bilan bilmagan kimsalar barobar bo'lurmi? Allohni tanigan odam bilan Allohni tanimagan odam hech qachon teng bo'lmaydi. Birodarlar, eng katta ato, eng katta in'om Allohni tanishlik va unga itoatda turishingiz. Mana shu odam yutdi hayotda, mana shu odam yutkizdi hayotda degan gap bor. Yutdi shu odam deydi. Nima bilan yutdi? O'sha paytda chek olib qo'ygan edi. O'sha paytda gugut olib qo'ygan edi puliga. O'sha paytda mana qarang, yutdi deyotganimizda dunyo matohi qo'liga kattaroq kelib qolsa yutdi deyapmiz. Endi aytyapmizki, shu odam yutkizdi, chunki o'sha paytda sotib olgandi shu cheklarini deydi. O'sha paytda mana qilmagan edi. Biz yutdi, yutkizdi deyotganimizda insonlar dunyo matohidan kechib turib aytamiz. Mashina yutdi deydi. Las Vegasga borib turib avtomatda bitta tortuvdi deydi haligi. Igro avtomatda jackpotni yutib oldi deydi. 276 million dollarni yutdi deydi. Bizi ko'zimizda shu 276 million dollarni yutdi-da bu odam. Endi sizni nazaringizda u chakana pulmi endi o'ling, u katta pulda. Endi buni bu yerga faqat hayotda shikolatda bo'lish kerakmi? Yo'q. Hozir aytyapmiz-ku, insonlar yutdi deganda insoniy o'lchov tushunchasi bilan yutdi deyapti. Lekin shariat o'lchov bilan aytsa nima edi? Yutdimi bu rostdan? Bu harom edi bu. Bu qimordi puli edi. Qancha odamlarning qaqshati olib to'plangan pul edi. Bo'ldi, endi umrning oxiriga yo'q. Shuning uchun birodarlar, yutdi, yutkizdi degan paytda odamlar qo'ygan o'lchov tushuncha bilan o'lchamaylik kim yutgan, yutkizganligini. Alloh taolo aytayapti. Mana kim yutdi, kim yutkizdi. Hadis qudusda aytiladi. Alloh taolo aytadi. Ibn Adam, utulubni tajidni. Ey odam bolasi, meni qidir, meni izla, topasan. Fa iza wajadtani wajadta kull shay. Agar meni topsang, hamma narsani topding. Meni topsang, yutding. Kim aytayapti yutding deb? Agar meni topa olmasang, hech narsani topmading. Agar meni topmagan bo'lsang, yutkizding. Va ana ahabbu ilayka min kulli shay. Men sen uchun hamma narsadan ko'ra suyukliroqman. Kim yutibdi? Allohni topgan yutibdi. Allohni tanigan yutibdi. Allohga itoatda bo'lgan yutibdi. Tanidingiz, topdingiz, itoatda bo'ldingiz, keyin yutdingiz. Bir rolik ko'rib qoldim. Shu motivatsiya qiladigan odamlarga mana motivirat qiladigan bir motivator chiqib turib, qo'lida arqon turibdi. Arqonni tasavvur qiling. Juda ham uzun arqon, so'dirab sahnani u yog'iga olib chiqib ketishibdi. Sahnani ichida ushlab turibdi hali odam arqonni. 10 santimetrlik izolenta o'rab qo'yibdi. Ko'k izolenta o'rab qo'yibdi. Arqon chiqib ketgan sahnadan tashqariga. Endi tasavvur qilinglar, mana hayot mana ipga o'xshasin deyapti. Bu ipni cheki yo'q deyapti. Mana bu izolenta baylangan 10 santimetr qismi dunyo hayoti. Qolgani oxirat deyapti. Yigitlar, ana shu 10 santimetrlik izolentaga aldanib qolmaylik. Chunki yutdi deb kim aytayapti? Alloh. Allohni tanigan, topgan va unga itoatda bo'lgan. Mo'min odamning ulug'ligi Allohni tanishi bilan bo'ladi. Allohning ulug'ligi mo'minning qalbini to'ldirib turadi. Ammo mo'min bo'lmaganlarning qalbi dunyo bilan to'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man qala hina yusbihu subhanallohil azim va bihamdihi 100 marratin va idza amsa kadhalika lam ya'ti ahadun yawmal qiyamati bi afdala mimma ja'a bih." Akhrajahu Buxoriy va Muslim. Rasululloh aytibdilar: kim tong ottirganda 100 marta subhanallohil azim va bihamdihi desa, kechki payt ham xuddi shu so'zni 100 marta aytadigan bo'lsa, u keltirgan narsadan ko'ra afzalroq narsani qiyomat kunida hech kim keltira olmagan bo'ladi. Mana shu kalimani kim aytadigan bo'lsa, qiyomat kunida bironta kimsa u keltirganchalik narsani keltira olmagan bo'ladi. Nima bilan? Kalima bilan.
Allohni tanimagan kofirlarning qalbi dunyo bilan to'ladi. Ular mana shu dunyo uchun hamma narsaga tayyor turishadi. Aytishadiki, dunyoda bor yo'q bir marta yashaymiz deydi. Shuning uchun o'ynab, kulib, maishat qilib olishlik kerak deydi. Aslida hayot shunaqami? Yo'q. Bular yutdimi? Yo'q, yutkizdi bular. Alloh taolo nima deydi? Ya'lamuna zohiran minal hayati dunya. Bunaqalar Allohni tanimaganlar. Dunyo hayotini zohirinigina bilishadi, ustunlikla bilishadi. Shuning uchun Allohni tanigan mu'min bilan tanimagan kofir o'rtasida katta farq bor. Bularning o'rtasida, ikkisining o'rtasida osmon bilan yerchalik farq bor. Allohga yo'liqishga tayyorgarlik ko'rishi insonning ulug'ligiga dalolat qiladi. Inson bu dunyoga keldi o'zini ixtiyorisiz. Dunyoga inson o'zini ixtiyoridan tashqari keldi, endi ixtiyori bilan yashaydi. Ammo dunyodan chiqib ketayotganda ixtiyor bo'lmaydi. Ixtiyorsiz keldingiz, ixtiyorsiz chiqib ketasiz, lekin ixtiyor bilan yashaysiz. Mana shu dunyoda shu chiqib ketishlikka tayyorgarlik ko'rgan inson haqiqiy aqlli inson bo'ladi. Alloh taolo aytadi Qur'onda, astagfirullah, va ma qadarulloha haqqa qadrihi. Ular Allohni to'g'ri taniy olmadilar. Odamlar Allohni to'g'ri taniy olmadilar. Ammo mu'minlar to'g'ri taniydi. Dunyoga kelishing uni ixtiyori bilan edi. Erkak ayol bo'lishing uni ixtiyori bilan edi. Hayotingdagi kengchilik, to'chilik uni qo'lida edi. Musibatlarni keltirish yoki qaytarish uni qo'lida edi. Hamma narsa uni qo'lida edi. Sen Allohni taniding. Demak sen yutding. Demak sen yutding. Alloh taolo siz bilan bizni ibodat qilishga buyurishdan avval qalbimizni xotirjam qilib qo'ygan. Ilayhi yurja'ul amru kulluhu. Hamma ish Alloh taologa qaytadi. Shuning uchun sen ibodatingni qil, tavakkal qil. E'tibor beryapsizmi? Ibodat qil, tavakkal qil deyishdan avval nima deyapti? Hamma ish meni qo'limda deyapti. Tanidingizmi? Yutdingiz. Insonni g'aflatda qolishligi bu uchun katta musibat hisoblanadi. Ana shu g'aflatda qolmaslik uchun as-subuh bo'lgan Robbimizni doim zikr qilib turishimiz kerak bo'ladi. Eng katta musibat insonning g'ofil bo'lishi. Eng baxtsiz inson Allohning zikridan g'ofil bo'lgan inson. Robbimiz as-subuh bo'lgan zot. As-subuh degani har qanday aybdan pok. Insonni dunyoda saodat topishligi, birodarlar, Allohning zikri bilan bo'ladi. Astagfirullah. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka. Kim mening eslatmamdan, deydi Alloh taolo, yuz o'girsa, Allohni zikr qilishidan, Allohning Qur'onidan yuz o'girsa, fa inna lahu ma'ishatan donka. Bas unga tang hayot bo'ladi. Aytdi-ku, odamlar yutdi deyapti. Odamlar yutkizdi deyapti. Bu insoniy o'lchov bilan. Lekin Alloh aytayapti, kim yutgan, kim yutkizgan haqiqiy. Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, albatta u uchun tang hayot bo'ladi, ya'ni baxtsiz hayot bo'ladi. U dunyosi bo'lsa bo'lmasa farqi yo'q. Erkak ayol farqi yo'q. Qaysi zamonda yashadi farqi yo'q. Allohni tanimadi, Allohni eslatmasdan yuz o'girdimi? Nima bo'ladi bu inson? Albatta xor bo'ladi. Albatta tang hayotga uchraydi. Buni kim aytayapti? Robbil alamin bo'lgan as-subuh Alloh taolo. Demak inson as-subuh bo'lgan Robbisini zikr qilib, maloikalardan ham oliyroq maqomda bo'lishi mumkin. Yoki Robbisidan g'ofil bo'lib, kofir bo'lib, hayvonlardan tubanroq holatga tushib qolishi mumkin. Birodarlar, inson unda aql bor, shahvat bor. Ikkalasi bor. Farishtalarda aql bor, shahvat yo'q. Hayvonlarda shahvat bor, aqli yo'q. Inson aqli shahvatidan ustun kelsa, maloikalardan ham balandroq maqomga ko'tariladi. Agar aqli shahvatidan past kelsa, shahvati aqlidan ustun kelsa, hayvondan ko'ra tubanroq holatga tushib qoladi. Astagfirullah. Innal ladina amanu va amilus solihati ulayka hum khayrul bariyya. Ana shu shahvatini aqli yengan, aqli shahvatidan ustun bo'lgan insonlar, mu'minlar,
Alloh aytayapti, albatta iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan zotlar ana o'shalar yaralmish jonli zotlarning eng yaxshisidir. Aqlingiz shahvatingizdan ustun kelsa, eng yaxshi jon zotsiz. Alloh aytayapti. Endi kofirlarchi? Aqllaridan ko'ra shahvat ustun keldi. Ular haqida Alloh nima deydi? Innallazina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyya. Albatta ahli kitobdan va mushriklardan bo'lgan kofir kimsalar jahannam o'tida bo'lib, o'sha joyda ular mangu qolurlar. Ana o'shalar eng yomon maxluqdirlar. Birodalar, agar insonning aqli shahvatidan ustun kelsa, maloikalardan oliy maqomda bo'ladi. Agar shahvati aqlidan ustun keladigan bo'lsa, hayvonlardan ko'ra tubanroq holatga tushib qoladi. Koinot haqida tafakkur qilish insonni Alloh taologa tasbih aytishlikka olib boradi. Borliq haqida tafakkur qilar ekan, aqlini ishlatar ekan, Qur'onda buyurilganidek mahluqotlar haqida fikr yuritar ekan, uning bu fikr yuritishligi Allohni ulug'lashlikka, subhanalloh deyishiga olib boradi. Insonni tasbihga yetaydigan ishonchli yo'l mana shu bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Tafakkaru fi mahluqatillah va la tafakkaru fi zatihi fatahlaku." Allohning mahluqotlari haqida fikr yuritinglar, Allohning zoti haqida emas. Aks holda halokatga uchraysizlar. Allohning zoti haqida fikr qilib bo'lmaydi. O'tgan darsimizda aytdik, Allohning zoti qanday ekanligini sizni aqlingiz idrok qila olmaydi. Allohning zotini idrok qila olmasligingni idrok qilishing, Allohning zotini idrok qilishing dedik. Shuning uchun inson har qancha aqli kuchli bo'lmasin, har qancha bilimi katta bo'lmasin, Allohning zoti qanaqa ekanligini idrok qilishlikka quvvati yetmaydi. Lekin mahluqotlar haqida ancha ko'p fikr qilsang, shunchalar bu ishda yuksalsang, Alloh taoloning azamatini shunchalar yaxshiroq bilasan. Shuning uchun Allohdan Allohning olim bandalari qo'rqadi deydi Alloh taolo Qur'onda. Mana tafakkur qilishlik mahluqotlar haqida insonni tasbihga olib boradigan ishonchli yo'l deb aytdik. Mana insonni miyasi haqida ozgina bir fikr qilaylik. Insonning miyasida 140 milliardga yaqin neyron hujayralar bor. 140 milliard. O'ylab ko'ringlar. Hali-haligacha ularning hammasini ishini, funksiyasini insonlar bilmaydi. Insonning miyasida joylashgan va ana shu nerv impulslarini o'tkazib turadigan, agar aytish mumkin bo'lsa, ingichka iplar bor. Aksonlar deyilar ekan. Bularning uzunligi 150-160 ming kilometrga teng ekan. O'ylab ko'ring-da, shu kichkinagina miyangizga shu narsa joylashgan. Mana shu 14 milliarddan ko'proq bo'lgan neyron hujayralarida xotirangiz bor, nutqingiz bor, ko'zingizni ko'rishi bor, tafakkur bor, eshitishingiz bor, mulohazangiz bor, hammasi shuning ichida. Ana shu 14 milliard hujayra bor yo'g'i bug'doyni donasichalik hajmga ega ekan. O'ylab ko'ringlar-da. Subhanalloh deyishdan boshqa so'z qolmaydi tilingizga. Insonning jasadi ozuqalanishligi kerak. Organizmga quvvat kerak. Ana shu organizm to'qimalari mayda qon tomirlari orqali, kapillarlar orqali ozuqasini oladi. Endi ko'zni shoh pardasi, u ham ozuqa olish kerak. Agar u ham qon orqali ozuqa oladigan bo'lsa, ko'zni ko'rishi xiralashib qoladi. Endi mana shu joyga kelganda ko'zni mana shu shoh pardasi to'g'ridan-to'g'ri shu kapillardan ozuqa olmasdan yonboshidagi a'zoni ozuqasidan tortar ekan. Subhanalloh deysizmi? Siz tirnog'ingizni o'sishini qarang. Bolangizni sekin-sekin bo'yi cho'zayotganligi, vazniga vazn qo'shilayotganligini qarang. Siz ozgina fikr qilib ko'radigan bo'lsangiz, subhanalloh deyishdan boshqa chorangiz qolmaydi. Sunallohillazi atqana kulla shay. Bu kimning ishi? Bu har bitta ishni puxta qilgan zot Alloh taoloning ishi. Ko'chada ketyapti, bir odam bog'da ketyapti, tog'da ketyapti, bir ilonga ko'zi tushdi. Ko'zi ilonni ko'rdi, darrov qo'rqib ketadimi? Yo'q. Ko'z orqali ma'lumot miyaga uzatiladi. Miya uni xatar ekanligini o'qiydi. Endi qarang, buni misoli nimaga o'xshaydi? Bir odam kasal bo'ldida,
laboratoriyaga borib turib analiz topshirdi. Analiz qog'ozlarini chiqarib berishdi. U o'qib ko'radi. Tushunadimi nima ekanligini uni? Tabib emas, tushunmaydi. Tabibga olib boradi, bu qog'ozda nima ekanligini o'qib tushuntirib beradigan tabib buni aytadi, mana kasal bo'libsiz deydi. Endi ko'z ham ko'rdi, miyaga bordi, miya o'qiydi. Miyada shunaqa papka bor, ilon degan. Surat ko'rgan, har bir hodisa voqealarni eshitgan, birod ilon chaqib olgan degan, video roliklar ko'rgan, shu papka uyg'onadi. Va miya butun tanaga buyruq beradi. Bu qandaydir 1-2 sekund o'rtasida bo'layotgan narsa. Miya jasadga qanaqa komanda beradi? Qanaqa buyruq beradi? Pochka qonga gormon tashiydi. Yurak urishi tezlashadi. O'pka qattiqroq ishlaydi, shuning uchun nafas olish tezlashadi. Jigar shakar moddasini ko'proq ishlab chiqaradi. Qon mushaklarga, muskullarga kelish ko'payadi. Insonning rangi sarg'ayadi. Bu 1 sekund, yarim sekund o'rtasida bo'layotgan narsa. Bilasizmi, bir odam qo'rqib ketganda bir irg'ib 3 metr devordan o'tib ketgani bor. Yoki shunday bir ko'tara olmaydigan inson ko'tarib oladi, bolasini ustiga tushib qolsa. Nimadan? Mana shu insonning organizmida keragidan ortiq quvvat paydo bo'ladi shu paytda. O'shuning uchun bir irg'ib o'tib ketdi. Yo bir kichkinaroq teshidan o'tib ketdi. Bo'lgan bu narsa. Keyin qarab turib aql olmaydi. Alloh taolo mana shunday quvvatni, mana shunday bir imkoniyatni qandaydir soniyalarda ichida berib qo'yadi. Subhanalloh deysizmi? Mana shu insonning miyasi, birodarlar, shu ma'lumotlarga qaraganda nima deymiz, bir chinidek miya bo'ladigan bo'lsa, uzuniga 16-17 sm bo'lar ekan, eniga 13,5-14,5 sm bo'lar ekan, vazni 900 gramdan 2 kilogacha bo'lar ekan. Shuning ichida shuncha ma'lumot bor. Yana bu nima qiladi? Rivojlanib turadi bu narsa. Birodarlar, biz Allohning mahluqotlari haqida fikr qilsak, o'zimizni jasadimiz haqida fikr qiladigan bo'lsak, subhanalloh deyishdan boshqa choramiz qolmaydi. Ma tara fi xalqir rohmani min tafawut. Alloh taoloni, Rahmonni yaratishida bironta tafovutni, nuqsonni ko'rmaysiz. Alloh taoloni hamma mahluqotlari, hamma yaratgan xalqi komil va mukammal. Shuning uchun birodarlar, biz Allohga tasbih aytishni xohlasak, Alloh taoloni har qanday ayb nuqsondan poklashni xohlasak, tasbih aytishligimiz kerak. Tasbih aytishimiz uchun biz mahluqotlar haqida fikr qilishimiz kerak. Valillahil asmaul husna fad'uhu biha. Alloh taoloning go'zal ismlari bordir, bas ular ila chorlanglar. As-subbuh, ko'p ulug'lanadigan, ko'p poklanadigan zot. O'zi Alloh taoloni poklashlikni Allohga keragi yo'q. Allohni poklash bizga kerak. Har qancha poklamaylik, mahluqotlar har qancha poklamasin, talab darajasida poklay olmaymiz. Bizni o'zimiz nuqsonli bo'lganimizdan keyin tasbihimiz ham nima bo'ladi? Nuqsonli bo'ladi. Insonning muammosi nimada? Allohni bor deb ishonib qo'yishligi oson. Alloh bor deb iymon keltirib qo'yishligi, kalima keltirib qo'yishligi oson. Insonning muammosi Allohni ulug'lashlikda. Astagfirullah. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Albatta u hayotlarik chog'ida, hayotda dunyoda ulug' Allohga iymon keltirmagan edi. Ya'ni Allohga iymon keltirdi, ishondi, lekin ulug' Robbisiga iymon keltirishligi zaif bo'ldi, Allohni ulug'lashligi sust bo'ldi. Mana iblis ham birodarlar Allohning borligiga iymon keltirgan. Xaloqtani min narin va xaloqtahu min tin deydi. Meni olovdan yaratding, uni Odam alayhisalom tuproqdan yaratding dedi. Ya'ni Rob ekanligini tan olyapti. Lekin buyrug'ini bajarishga kelgan paytda u kibr qildi. Demak, iymon keltirib qo'yishlikni o'zi bu kifoya emas ekan. Ana shu iymon keltirilgan Robbisini hukmini bajarishlikda qoyim bo'lishligi kerak. Iblis nima dedi? Qola anzirni ila yawmi yub'asun. Qayta tiriladigan kungacha meni o'ldirmagin. Qarang, Alloh taolo qayta tiriltirishiga ham iymoni bor. Alloh yaratganiga ham iymoni bor iblisni, lekin ulug'lashga kelganda, Allohning hukmini ulug'lashga kelganda nima qildi? Kibr qildi, osiylik qildi.
Agar aqlini yeb qo'ygan ozchilik odamlarni hisobga olmasangiz, odamlarning aksariyati Allohning borligiga iymon keltirgan, ishonadi. Ammo ana shu Allohning borligiga ishonganlarning muammosi Allohning hukmlariga bo'yin egishlikda. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh dedi, tamom, musulmon biz uchun. Endi ana shu itoati, Allohning buyruqlariga bo'ysunishligida ular bir-biridan tafovutli bo'ladi. Bu taqvo deyiladi. Alloh azza va jalla inson uchun bu dunyoda nima kerak bo'lsa, hamma narsani ato qilib qo'ydi. Shunday bo'lsa ham inson Allohga ibodat qilishlikda qosir bo'ldi. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Ana shu odamning muammosi nima deydi? Buyuk bo'lgan Robbisiga iymon keltirishlikda, uni hukmlariga bo'ysunishlikda nuqsonli bo'lganligi. Mana Alloh taolo aytayapti. Astagfirullah. Va la yahuddu ala ta'amil miskin. Falaysa lahu al-yawma hahuna hamim va la ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un. Chunki u hayotda dunyodalik paytida ulug' Allohga iymon keltirmas edi va miskin bechoraga taom berishga targ'ib qilmas edi. Ko'ring, amalda susudi bu odam. Endi-chi, bas bugun bu yerda uning uchun biron do'st, madadkor yo'qdir va biron taom ham yo'qdir. Faqat yilingdan bo'lgan bir taomki, uni faqat kofirlar yerlar. Alloh taoloning mana shu al-azim degan so'zi Qur'onda al-azim kalimasi 120 tadan ko'proq o'rinda keladi. Va huwa robbul arshil azim. Va u Alloh buyuk arsh sohibidir. Va huval aliyyul azim. U eng oliy va buyuk bo'lgan zotdir. Vallohu zul fazlil azim. Alloh buyuk fazl egasidir. Alloh siz bilan bizni dunyoga kiritdi, bor bo'lishlik ne'matini berdi. Hidoyat ne'matini berdi va nasl qoldirishlik ne'matini berdi. Bu Alloh taoloning fazli. Va Alloh taolo butun borlig'ini bizga bo'ysundirib berdi. Bir fikr qilib ko'ring. 4 ta odamning quvvati yetmaydigan bitta tuya shunday ipni ushlab so'dirasa orqasidan bo'ysunib ketyapti. Kerak bo'lsa 10 ta odamda kuchi yetmaydigan ot insonga nima qilyapti? Bo'yinsunyapti. Alloh qodir edi ularda bo'yinsunmaydigan qilib qo'yishlikka ham. Shuni o'ylangda, subhanalloh deng. Vahiy orqali, payg'ambarlar orqali bizni haqqa chaqirdi, bizni tarbiyaladi. Alloh seni tarbiyalaydi banda. Bir narsani ko'rsatib ta'lim beradi. Bitta musibatni beradi, ta'lim beradi. Kenglik beradi, ta'lim beradi. Torlik beradi, nasihat qiladi, musibat soladi. Kim Allohni yaxshi ko'raman desa-yu, unga qulchilikni bajarmagan bo'lsa, bu gapi quruq da'vo. Biz ham Allohga iymon keltirganmiz desa-yu, Allohning hukmiga bo'ysunishida suskashlik qilayotgan bo'lsa, bu gapi quruq da'vo bo'ladi. Ha, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh dedi, biz uchun musulmon u. Kalima uni musulmon qiladi. Biz ikkilamaymiz, aqidamiz bu. Endi sen shu kalimaning quvvatini qilayotgan amalingda ko'rsat. Va hayoting ham shu amalingga bog'liq bo'ladi, osoyishta bo'lishligi. Alloh bilan bandaning o'rtasidagi aloqa, birodarlar, muhabbat asosida bo'lish kerak. Savol. Hozir juma o'qigani keldinglar. Majbur keldinglarmi? Yo yaxshi ko'rib qalbingizda muhabbat bilan keldinglarmi? Do'konni yopib olsang, hamma yopib ketibdi, uyatda endi. Atrofdagi hamma do'konlar yopib ketdi jumaga. Men qo'ssam hozir nima bo'ladi? Uyat bo'ladi. O'shuning uchun nima qilish kerak? So'rang o'zingizdan, jumaga nima deb keldingiz? Yaxshi ko'rib keldingizmi? Demak, sizni Allohga qilayotgan qulchiligingiz muhabbat asosida ekan. La ikroha fid din. Dinda majburlash yo'q. Namozda Alloh uchun o'qing. Muhabbat bilan o'qing. Hidoyat qilganiga shukr keltirib o'qing. Ramazon ro'zasi keldimi, xursand bo'lib kutib oling. Chunki keyingi Ramazongacha bormisiz, yo'qmisiz Xudo biladi. Sizga gunohlardan tozalanishga imkon berdi. Siz yaxshi ko'rib qiling ro'zani, yaxshi ko'rib bering zakotni, yaxshi ko'rib bering sadaqani. Alloh nimani xohlaydi bandasidan?
Banda Allohning eshigi oldiga, Alloh taoloning huzuriga o'zini xohishi bilan, muhabbati bilan kelsin. Alloh bandalarni yaxshi ko'rishligini aytayapti. Endi banda ham Robbisini yaxshi ko'rsin. Demak, banda Allohni yaxshi ko'rish kerak. Banda Allohni tanidi, ammo yaxshi ko'rmadi. Yaxshi ko'rmagan bo'lsa, demak tanimabdi hali u. Chunki inson tanigan tarafni yaxshi ko'ra oladi, tanimaganda yaxshi ko'ra olmaydi. Endi tanidim, yaxshi ko'rdim desa-yu, bo'yin sunmagan bo'lsa, bu gapi ham quruq da'vo bo'ladi, birodarlar. Shuning uchun biz Allohni tanishimiz kerak, muhabbatli bo'lishimiz kerak va hukmlarda qoyim va doim bo'lishligimiz kerak. Shariat nazdida aqlli odam kim? Allohni tanigan va Allohga yo'liqadigan kunga tayyorgarlik ko'rgan odam. Qaytarib aytamiz. Shariat o'lchovi bo'yicha aqlli odam kim? Allohni tanigan va Allohga ro'baro bo'linadigan qiyomat kuniga tayyorgarlik ko'rgan inson. Quraysh mushriklari savol so'rashyapti bir-biridan. Astagfirullah, amma yatasaalun anin nabail azim. Mushriklar bir-birlaridan nima haqida so'rashmoqdalar? Ulug' xabar haqida. Ulug' xabar nima edi? Qiyomatning borligi. Bizi iymonimizning asosiy shartlaridan bittasi qiyomat kuni borligiga ishonishligingiz. Endi ishonishligingizni dalili shunga tayyorgarlik ko'rayotganligingiz. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu xalifa bo'lib turar ekan, safarlarning birida yo'lda ketib borar ekan, qo'y boqib yurgan bir qulni ko'rdi. Qulni sinamoqchi bo'lib turib, qo'ylardan bittasini menga sotmaysanmi dedi. Qul aytdi, men qulman, qo'y sayyidimniki dedi. Ha, sayyidingga bo'ri yeb ketdi deb qo'yasan dedi. Desa, qul aytayapti, menga pul juda ham zarur hozir, juda kerak payt. Va xo'jayinimning ko'zida men juda ishonchli odamman. Agar shunday desam ishonadi dedi. Lekin Allohchi dedi. Mana qiyomatga iymoni bor ekanligini dalili. Odamlarda hammasini uxlatib qo'yishi mumkin. Dokument qog'ozlarda hammasini cho'tki qilib qo'yishi mumkin. Hammani uxlatish mumkin bizning tilda aytganda. Lekin Allohchi. Inson qiyomat kuniga borishligi, qiyomatda turishiga iymoni bo'lsa, boyagi ishlardan tiyila oladi. Ikkita gunoh bor. Ikkita gunoh bor. Alloh taolo oxiratda ham aniq beradi, lekin dunyoda ham aniq beradi. Qolgan gunohlarni Alloh taolo jazosini dunyoda bermay, oxiratga olib qo'yishi mumkin. Oxiratga qoladi. Ammo ikkita gunoh bor, shuni dunyoda ham beradi. Bittasi ota-onaga oq bo'lishlik. Ota-onasiga oq bo'lgan odam dunyoda xor bo'lmay iloji yo'q. Oxiratdan avval dunyoda xor bo'ladi. Ikkinchisi zulm. Zulm desa faqat birovni burnini urib sindirish tushunmaylik. Zulm nima? Zulm haqdorni haqqini bermaslik. Siz mansabdor bo'lib turib, ruchka bilan birovni haqqini o'ziniki qilib oldingizmi? 100 so'm olish kerak bo'lgan joyga 80 so'm berib turib 100 so'mga qo'l qo'ydiryapsiz. Bormi shu muammo? Voy, nima qilib o'tiribsan u yerda? Seni birovni haqqi yo'q. Agar kimdir mana shuna qilib zulman birovni haqqini yeb, odamlarga zulm qilayotgan bo'lsa, hayotini qarab turinglar-da. Dunyoni o'zida tavba qilib shu mazlamalarni egalariga qaytarib bermasdan ketadigan bo'lsa, dunyoda o'zida ham ko'radi. Shuning uchun birodarlar, haqiqiy xushyor odam, oqil odam kim shariat nazdida? Allohni tanigan va Allohga ro'baro bo'ladigan qiyomat kuniga tayyorgarlik ko'rgan odam. Haqiqiy yutuq birodarlar, Allohga itoat qilishlikda, qiyomat kuniga tayyorgarlik ko'rishlikda. Endi qiyomat kuni qanaqa kun bilasizlarmi? Astagfirullah. Yawma tarawnaha tadhalu kullu murdiyatin amma arda'at va tad'u kullu zati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballohi shadid. U qiyomat qanaqa kun bilasizmi? Qiyomat kunida inson kambag'al bo'lganiga quvonadi. Hisob-kitobi yengil bo'lishini ko'rib. Dunyosi qo'lida katta bo'lganiga qiyomat kunida pushaymon yeydi. Inson qiyomat kunida hadislarda aytilganidek, ikkita odamning o'rtasida qozilik qilganiga pushaymon yeydi. Qaniydi shu mansabda o'tirmasam, qaniydi shu hukmni chiqarmasam.
U shunaqa bir og'ir kunki, Alloh taolo aytadi. Uni ko'rar kuningizda, qiyomat kuni ko'rar kuningizda emizayotgan onalar emizib turgan bolasini unutar. Va barcha homilador ayollar o'z homilasini tashlab yuborarlar. Odamlarni mast, alas holda ko'rursiz. Mast odamda yuradi nima qilayotganini bilmasdan. Holbuki ularning o'zlari mast emaslar, lekin Allohning azobi qattiqdir. Dahshatni qattiqligidan inson yonida kim ketayotganligini ko'rmaydi. Qiyomat kunida erkak ayollar yalang'och holda mahshargohga yurib boradi desalar, Oysha onamiz, "Ya Rasululloh, erkak ayol yalang'och bo'lib aralashib yursa, bir noqulay, uyatli holat bo'lmaydimi?" deganida payg'ambarimiz aytadilarki, "Ey Oysha, u kun shunday dahshatli kunki, inson yonida birov ketayotganligini ko'rmaydi. Dahshatli qattiqligidan yonida kim ketayotganligini ko'rmaydi. Uni erkak, ayol, kiyim avrat emas. O'sha kun kelyapti, hammamiz oldimizda turibdi. Siz xohlamasangiz ham o'sha kunga borasiz. Endi sizning oqilligingiz nimada? Ana shu kunga tayyorgarlik ko'rishlikda. Fasabbih bismi robbikal azim. Bas buyuk Parvardigoringizning nomini poklab tasbih ayting. Va man yu'azim sha'airallohi fa innaha min taqval qulub. Kim Allohning qonunlarini hurmat qilsa, bas, albatta bu hurmat dillarning taqvodorligi sababli bo'lur. Mana shariatda narsa mumkin emas bu narsa dedi. Bir ish qilmoqchisiz yoki qildingiz, shariatda mumkin emas dedi. To'xtatdingiz. Shariat bo'yicha siz nohaq siz qaytarib berishingiz kerak dedi. Qaytarib berdingiz. Demak siz Allohning qonunini hurmat qildingiz. Nima bo'pti? Hamma qilyapti-yu, dedingizmi? Hurmat qilmabsiz. Birodarlar, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning sahobalari va undan keyingi tobiinlar davrida bu insonlar uchun, bu musulmonlar uchun Allohning hukmlari qadrli edi. Allohning hukmlarini, buyruqlarini hurmat qilishdi. Qadrli bo'ldi Allohning hukmi bular uchun. Endi mana shu bandalar ham Alloh uchun hurmatli, qadrli bo'ldi. Alloh ularni aziz, mukarram qildi. Dunyoda ustozlarga aylantirdi boshqa millatlarga. Endi keyingi davrda musulmonlar uchun Allohning hukmlari qadrli, hurmatli bo'lmadi. O'shuning uchun bu bandalar ham, bu musulmon ummatining hozirgi toifasi ham Alloh uchun qadrsiz bo'ldi. Tushunarlimi? Fansurna alal qawmil kafirin deb duo qilaveramiz. Kofir qavm ustidan bizga nusrat berdingiz, lekin hayotimizda Allohning qonunlarini, hurmatini joyiga qo'ymayapmiz. Qachoniki hurmatini joyiga qo'yamiz, halolda halol deymiz, haromda harom deymiz, shariat bo'yicha yashaymiz. Allohning hukmlari biz uchun hurmatli bo'lsa, biz ham Alloh uchun hurmatli bo'lamiz. Alloh g'olib qiladi. Eng katta yutuq do'zaxdan uzoqlashib jannatga kirishing. Eng katta yutuq Qur'on o'lchovlari bilan, Qur'on miqyoslari bilan yashashliging. Alloh taolo aytadi, astagfirullah, "Va man yuti'allaha va rasulahu faqad faza fawzan azima." Kim Allohga va uning payg'ambariga itoat etsa, bas, u ulug' baxtga erishibdi. Yutuqqa erishibdi. Uyini 50 sotik bo'lishligi, birodar, bu haqiqiy yutuq emas. Katta daromad olib kelib turgan tijoratini ishlab turishi bu haqiqiy yutuq emas. Dunyoning eng go'zal matohlardan foydalanayotganliging haqiqiy yutuq emas. Haqiqiy yutuq Allohni tanishing, uni ibodatida, itoatida turishing. Eng katta haqiqiy yutuq do'zaxdan chetlatilib jannatga kiritilishing. Chunki biz aytayotgan dunyo matohini qo'lga kiritishlik, dunyoda zo'r yashashlik yutuq desa, kofirlarning qo'lida bu dunyo siz bilan bizdan ko'ra ko'proq. Lekin ular oqibati nima bo'ladi oxirida? Astagfirullah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Deyapti Alloh taolo. Har bir jon o'limni totguvchidir. Va innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Qiyomat kunida shubhasiz qilgan ishingizning mukofotini komil suratda olasizlar. Faman zuhziha anin nar va udkhilal jannata faqad faz. Kim do'zaxdan chetlatilib deyapti Alloh taolo, jannatga kiritilsa tahqiq yutdi. Va mal hayatud dunya illa mataul g'urur.
Bu dunyo hayoti esa aldaguvchi matodir. Aldaguvchi matodir. Insonni aldab qo'yadi. Qo'lingdagi katta dunyoing bor. Jamiyatda mavqeing bor. Shakli shamoiling bor. Kuch-quvvating bor. Ammo bularning hammasi miyangdagi bitta tomirda qisilib qolishi bilan bir pulga aylanib qoladi. Yuragingda bitta tomir qisib qoladi, bo'ldi, nogironsan. Endi hech kim emassan. Mana shunday qo'lingdagi narsalar bilan ne'matlanib, zo'r bo'lib turishliging bitta tomiringga bog'liq. Shu tomiringni qisib qo'yadigan kim? O'shuning uchun subhana robbiyal a'lo deylik. Sabbihisma robbikal a'la. Bir odam bor edi, endi yo'q. Ketayotdi, ko'z yumilib ketdi, jarga tushib ketdi. Pul ham qoldi, mansab ham qoldi, hurmat ham qoldi. Endi hech kim emas. Shuning uchun insonning oqilligi Alloh aytgan aziz narsani aziz deb bilish